Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Bugun sizlar bilan quloq kasalliklari haqida gaplashamiz. Ya'ni bizga quloq bo'yicha eng ko'p beriladigan savollardan bittasi haqida gaplashamiz. Menga eng ko'p beriladigan savollardan bittasi quloq pardasi 15-20 yil oldin teshilgan va buni tiklash imkoniyati bormi deb menga murojaat qilishadi. Bu savolga quyidagicha javob beramiz. Pardani tiklashimizdan oldin albatta quloqimizni ichidagi eshituv nervini tekshiramiz. Bu tekshiruvni esa audiometriya degan apparat yordamida qilinadi. Va shu tekshiruvda agar eshitish nervimizni normal holatda bo'ladigan bo'lsa, ya'ni yaxshi bo'ladigan bo'lsa, pardamiz yo'l hisobiga demak eshitishimiz pasaygan bo'lsa, parda tiklagandan keyin eshitishimiz zo'r tiklanadi deymiz. Aksincha eshitish nervimiz pasayib ketgan bo'lsa va biz parda qo'yadigan bo'lsak ham eshitish nervidan tepaga ko'tarilmaydi deymiz. Shuning uchun hamma bemorlarni operatsiya qilishdan oldin mana shu tekshiruv, ya'ni audiometriyada o'tkazamiz va shunga qarab operatsiyani taxminiy qanaqa natija bo'lishini aytishimiz mumkin bo'ladi.